2026-yilda pensionerlar narxi ham, ya'ni pensiyachilarning oylik pensiyalari oshadimi? O'qituvchilar, bog'cha tarbiyachilar oylik maoshlari 2 barobarga oshirildi. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, videoga bitta like bosib, sahifamizga obuna bo'lib qo'ysanglar, doimiy ma'lumotlar o'tkazmasa kuzatib borasizlar. O'qituvchi va bog'cha tarbiyachilarining oylik maoshlari 2 barobarga oshirildi. Maktab va maktabgacha ta'lim pedagog xodimlari o'rtacha ish haqi 2 barobarga oshirgani haqida muhokama uchun e'lon qilingan Prezident farmoni loyihasiga asosan pedagog kadrlar maqomiga oshirish, ularning bilimi va malakalarini xalqaro standartlarga moslashtirish maqsadida 2030-yilgacha maktabgacha ta'lim tashkilotlari, umumiy o'rta ta'lim muassasalari pedagog xodimlar o'rtacha ish haqi 2 barobarga oshirildi. 2026da 004, 2027da 008, 2028da 1.2, 2028da 1.6 hamda 2030da 2 barobarga oshiriladi degan farmon chiqarilyapti. Sahifamizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ysanglar, pensiyachilarning pensiyalari ham oshirilsa, oylik maoshlari yana ko'tarilsa xabar berasiz va xabar o'tkazib olmaslik uchun kanalga obuna bo'lib